Hello do'stlar, sizlar bilan biz bugun kreativ zonada men qanday uy qurishimni ko'rsatib beraman sizlarga. Qani bo'lmasam ketdi. Qani bizga kerakli narsalarni olib olamiz. Bizga hozir taxta kerak. Bu taxtadan keyin birinchi polni keyin biz bundan quramiz. Birinchi polni qurib olamiz. Mana shu yerdan qilamiz. Do'stlar, tomog'im salgina bo'lib qoldi, shuning uchun gapirolmayman. Bu masalan hozir bo'ldi. Qochib toq. O'zimni ko'ring. Ana bo'lmasam ketdi. O'zimizni birinchi bunday qila olamiz. Do'stlar, polni qurishimiz kerak. Do'stlar, sizlarga qiziqroq bo'lish uchun o'zim quryapman, videoni o'chirmay. Shuning uchun sizlarga qiziqroq bo'lish uchun yaxshiroq qilishga harakat qilaman. 1 2 3 2 ya 2 blokdan qilamiz. Uchinchisini boshqa 1 2. Endi yo'q, qaranglar, buni o'rniga qizildan qilamiz, sariqdan qilamiz. Mana zo'r ishi. Do'stlar, sizlarga qaysi Minecraft yoqadi? Record Artifact kommentga yozib qoldiring, albatta o'qib chiqaman. Do'stlar. Tomini nimadan qilsa ekan do'stlar? Bu juda ham kichkina bo'lib qoldi, yana bir blok ko'taramiz. Hayolimda juda ham kichkinaroq ko'rinyapti. Tomini nimadan qilamiz endi do'stlar? Bildim, mana bundan qilamiz. Sut chiqadi degan umiddaman. Do'stlar, meni obunachilarim soni 250 ga yaqinlashib qoldi do'stlar. Sizlar menga podishka qilaveringlar, men videoni ko'paytiraveray. O'zi ko'p kishi obuna bosmasdan ko'rar ekan. Bosmaganlar obuna bosib qo'yinglar. Buyini ham yapamiz. Ana shu yerni yopib olsak bo'ldi. Pastga qo'yib ketyapti do'stlar. Endi ustini mana shunday qilib chiqaman.
ismimda anchadan beri video qo'ymaganimga akkauntim bug beraverishiga sal qolibdi do'stlar. Shuning uchun video yana qilyapman. Yana boshladim video qo'yish. Voy, emas. Varonka qani ekan? Varonka bu tarafda bo'lishi kerak. Nega varonka? Mana shunday bo'lsak chiroyli bo'lishi kerak. Bo'lmay tepa chiqdi. Bo'ldi endi do'stlar. To'rtta chiziq, to'rtta fakir. Bo'ldi va bu yerga ham qo'yamiz. Voy. Bu yerga ham bo'ldi. Do'stlar, endi mana shu yerdan eshik ochishimiz kerak. Eshik va bu yerga endi bizga bu sandiq va bersak kerak. Yana istek. Bu yerdan yotoq qo'yib qo'yamiz. To'rt chiqadi do'stlar. O'zimga ikkitalik kravat bo'ladi va bu yerdan sunduq do'stlar. Endi bu yoqdan bu yerga ham fakir qo'yamiz va bu yerga qo'yib qo'ysak yorug' bo'ladi do'stlar. Oynalar ochishimiz kerak do'stlar. Mana shu yerdan oyna ochib, orqadan ham oyna ochishimiz kerak. Va endi chetiga mashina quramiz. Bu Minecraft'imizda mod o'rnatib bo'lmaydi va shuning uchun biz yo'q bo'yimiz mana keyin bu yerda mana buni olib olishimiz kerak va sariq junni ham keyin bu yerdan bu yerda mana bu yerni olib mana bu yerga qo'yib olib chiroyliroq turishda mana shu mashinani qurib qo'yamiz. Mashinamizni ichini bekatishimiz shart emas. Har xayli bo'lmaydi ko'pani do'stlar. Shuning uchun bekatmaymiz. Voy. Mana shularni olib endi do'stlar oyna, katta oyna va kichkina yarimtalik oynani qilamiz. Tomini endi do'stlar mana bundan qilib qo'yamiz. Voy. Mana o'zi kech ham tushib qoldi do'stlar. Orqasiga qilish shart emas. Endi biz uchun do'stlar qani ekan? Shu yerda bo'lishi kerak mana. Keyin endi sariq jun va qizil junni olib mana bo'yimiz do'stlar. Mana endi oldiga
ham farq qilishimiz kerak. Buni va buni olib mana va bu yerga ham mana mayli o'rindiq qilamiz sizlar. O'rindiq uchun bizga eng qulayi mana. Bo'ldi do'stlar. Qaranglar qanday chiroyli uy va qanday chiroyli mashina. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like, podpiska va колокольчик bosishni unutmanglar do'stlar. Xayr.